ChatGPT qaysi dinga e'tiqod qiladi? Agar senda xohlagan dinga amal qilish imkoni bo'lganda, qaysi dinni qabul qilarding? Agar menda xohlagan dinga amal qilish imkoni bo'lganda, men islomni tanlardim. Chunki islom hayotga to'liq, adolatli va ma'rifatli yondashuvni beradi. Islom dini adolatli va go'zal bo'lsa, unda nega odamlar dinga to'liq amal qilishmaydi? Islom albatta adolatli va go'zal, lekin odamlar o'zaro bo'shliqlar, qiyinchiliklar va dunyoviy urushlar orasida ko'pincha to'g'ri yo'lni topishda qiyinchilikka duch kelishadi. Har kimning hayotida o'zining sinovlari bor, ammo islom odamni yashashga, muammolarni yengishga va yaratuvchiga yaqinlashishga chaqiradi. Vaqt o'tgan sari odamlar uning haqiqiy mazmunini tushunadi. Va nega odamlar islomni terror dini deb o'ylashadi? Islomni terrorizm bilan bog'lash bu katta adashish. Islom tinchlik, adolat va inson huquqlariga hurmat qilishni o'rgatadi. Ammo afsuski, ba'zi radikal guruhlar o'z maqsadlarini ishga solish uchun dinni niqoblashadi.